Azizlar, Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Alhamdulillah. O'zbekistondagi barcha masjidlarda, alal xusus Toshkent shahridagi 117 ta masjidning hammasida Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Mavlidun nabiylari o'qildi. Alhamdulillah, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga salovatlar aytdik. O'zi Mavliddan maqsad siratni anglash. Rasuli muhtaram sallallohu alayhi va sallamni tanish, u zoti muborakka muhabbat qilishlik, u zoti muborakka haqiqiy ummat bo'lib shafoatlariga noil bo'lishlik, farzandlarimizga, xonadonlarimizga Rasululloh alayhi vasallamning sunnatlarini, barakotlarini yetkazishni, shuning uchun ham mana Mavlid o'qiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga salovat aytamiz. Astagfirullah. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima deb Alloh taolo aytibdiki, innalloha va malaikatahu, Alloh taoloning o'zi va barcha farishtalar yusalluna alan nabi. Mana bu yerda ahli ilmlar ko'psilar Hazrati Odam alayhissalatu vassalomni yaratilganda farishtalar bir marta ta'zim qilishgan. Fasajadu. Hammalari ta'zim ma'nosida Hazrati Odam alayhissalomga bir marta ta'zim qilishgan. Alloh taolo aytayaptiki, Janob Robbil alamin o'zi xabar beryaptiki, meni o'zim deyapti. Va barcha farishtalarim, yer va osmondagi farishtalarning son sanog'i yo'q. Hammasi yusalluna alan nabi. Fe'li muzorida yusallunda mana olimlar, ahli ilmlar bilasizlar, istimror bor. Istimror degani davomiylik. Qiyomatgacha Alloh va uni rasul farishtalari, malaikalar hammalari salovat aytiladi. Qiyomatgacha Alloh taolo o'zi va barcha farishtalar. Ya ayyuhallazina amanu, ey iymon keltirgan bandalarim, mani birligimga, borligimga, mani yuborgan Muhammad sallallohu alayhi vasallamga iymon keltirgan bandalarim, ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Payg'ambarga salovat salomlar aytinglar. Alhamdulillah. Demak, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga salovatlar aytib, u zoti muborakni eslayapmiz. Endi siratni bilishligimiz vojib. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hayotlarini bilish vojib. Janob payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam melodiy hisobda 610-yilda 570-71-yilda Rabiul Avval oyining dushanba kechasida, bir rivoyatda 9-Rabiul Avval, bir rivoyatda 12-Rabiul Avval dushanba kuni tavallud topdilar. Va fihi wulidtu va fihi unzila alayya dedilar Imom Muslim rivoyatlari. Men dushanba kuni tug'ildim, dushanba kuni menga Qur'on nozil bo'ldi, payg'ambar bo'ldim dedilar. Merojga chiqishlari ham dushanba kuni bo'lgan. Makka mukarramadan Madinaga Munavvaraga ko'chishlari ham dushanba kuni bo'lgan va dushanba kuni vafot qilganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tug'ilmaslaridan avval ham quyosh chiqib turardi-yu, ammo butun dunyo zulmat edi. Ayniqsa Arab Quraysh qabilasi, o'sha Makka mukarramadagi Quraysh qabilasi nihoyatda johil xalq edi. 360 dan ortiq butga sig'inardi va hamma yomon ishlarni, jinoyatlarni qilardi. Bashariyat, insoniyat tarixida qilinmagan ishni, ya'ni o'z qizlarini tiriklayin ko'mib yuboradigan johil kishilar edi. Ribo, buzuqlik, zino hammasi urchigan edi Makka mukarramada. Buzuqlik juda tarqalgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tug'ilishlari bilan dunyo munavvar bo'ldi. Mana kitoblarda Mavlidni kitobini ham sharh qilib qo'ydi mana Hasanxon, shuni o'qinglar. Hatto Rasululloh alayhi vasallam tug'ilgan kunlari o'sha butlar yiqilib ketgan ekan. Kisroni saroyida olovlar o'chib qolgan, necha ming yildan beri o'chmagan o'sha otashparastlarning olovlari o'chib qolgan ekan.
Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tug'ildilar, olam munavvar bo'ldi. Rasululloh ikkita narsa bilan keldilar. Birinchi tavhid. Ya ayyuhan nas qulu la ilaha illalloh. Hamma payg'ambarlar shu da'vat bilan kelishgan. Ey insonlar, la ilaha illalloh deylar. Allohdan boshqa ibodatga loyiq zot yo'q. Hamma payg'ambarlar. Necha yuz ming payg'ambar bo'lsa, hamma Qur'onda 25 ta payg'ambar bo'lsa, Musa ham, Iso ham, hammalari Ibrohim alayhissalom, hammalari shu da'vatni qilishgan. Birortalari men Xudoning o'g'liman yo boshqa deyishmagan. La ilaha illalloh deylar deyishgan. Xuddi shu da'vatni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham ey ahli Makka, ey insonlar, Alloh bitta, la ilaha illalloh. Shu yasavagan butlaringlar bu Xudo emas. Buni ilohlikka aloqasi yo'q dedilar. Ana shundan dushmanlik boshlandi. Sen bizni shuncha olihalarimizni, xudolarimizni bitta qilib berasanmi? Shay'un ajib. Bu juda ajib gap-ku bu. Sen nima deyapsan? Deb sekin-sekin oxiri Rasulullohni jinni deyishdi, majnun deyishdi. Kazzob, sehrgar, sohirun kazzab deyishdi. Rasulullohga shu ikkinchi aytgan so'zlari ikkita narsaga da'vat qildilar Makkada. La ilaha illalloh. Makki suralar ham shu. La ilaha illalloh. Alloh bitta. Inni rasulullohi ilaykum jami'a. Men payg'ambar bo'lib keldim. Oxirgi payg'ambarman. Xotamul anbiyoman. Men oxirgi payg'ambarman. Mendan keyin payg'ambar bo'lmaydi. Alloh bitta. Men elchiman, oxirgi payg'ambarman. Va o'lganinglardan keyin tirilasizlar dedilar. O'lganinglardan keyin tuproqqa ko'milganinglardan keyin yana tirilasizlar. Shunda Ubay ibn Xalaf degan la'natulloh alayhi kofir kelib Rasulullohga mana sura Yosindagi oxirgi oyatlar Man yuhyil izama va hiya ramim dedi. Bu chirib ketgan suyakni olib kelgan ekan, qabristondan olib kelib chirigan bir necha yuz yillik chiriganni bir oyoq suyakni olib kelib Rasulullohning oldiga olib kelib puf devardi. Chirib ketgan suyak to'zib ketadi-da. To'zib ketdi hamma yoqqa kul bo'lib. Man yuhyil izama va hiya ramim. Bu chirib ketgan suyakni kim tiriltiradi? Sani esing bormi ey Muhammad? Sen jinnatga xafa bo'lmagin. Shu chirib ketgan suyak mana hozir shamol olib ketdi. Kim tiriltiradi dedi. Qul yuhyihallazi ansha'aha awwala marra. Degan oyat tushdi javobi. Ey Muhammad, o'sha Ubay ibn Xalaf mushrikka aytingki, seni yo'qdan bor qilgan bir tomchi suvdan qanday yaratish oson bo'lsa Allohga, boshqatdan tiriltirish ham shunchalik oson. Kunu hijaratan aw hadida. Temir bo'lib ketsanglar, toshni tarkibiga singib ketsanglar, hatto mana baliqlar yeb ketsa, okeanlarda bir odam bir okeanda yonib ketsa, qanday holatda bo'lsa ham albatta tirilasizlar. Tirilganda ham va nusavviya banana, barmog'ingizni uchigacha tirilasiz degan da'vatni qildilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Musulmonlikning asosi vallazina yu'minuna billahi val yawmil oxir. Shu oyat ko'p keladi Qur'onda. Kim Allohni bir deb ishonsa, Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni bir deb payg'ambar deb iymon keltirsa, o'lgandan keyin tirilishlikka albatta ishonamiz. Va bil oxiratihum yuqinun. Jannatga hozir shu yerda o'tirganlar meni ko'rib turganda ishonishingiz kerak. Yaqin degani ko'rib turganda ishonish degani. Bo'lmasa u iymon bo'lmaydi, bilib qo'yinglar. Ko'p nodonlar bor. Kim ko'rib kelibdi? Hali bormi yo'qmi? Ularda iymon yo'q. Oxiratga ishonmagan odamda iymon yo'q. Mutlaqo iymon yo'q. Xudoga ishonaman desa ham iymon yo'q. Albatta shunga haligi nimada sura Qofda Aiza mitna va kunna turaban zalika raj'un ba'id deyishdi. Qarang. Ular aytishdiki mushriklar, Aiza mitna va kunna turaba, biz o'lib tuproqqa aylanib kelgandan keyin boshqatdan tirilamizmi? Mana hozir ham boshqa odamlar. Zalika raj'un ba'id. Bu aqlga to'g'ri kelmaydi-yu, sen esing bormi, jinnimisan deyishdi Rasulullohga ya. Shunaqa johil odam shunaqa bo'ladi. Payg'ambarga ham beadab bo'ladi. Johil odam payg'ambarga ham beadab bo'ladi. Imom Hokimning mustadraklarida sahih hadis bor ekan.
Hazreti Odam alayhissalatu vassalomni Alloh taolo yaratib o'z qo'li bilan yaratgan, bunga shak shubha yo'q. Va nafaqtu fihi min ruhi, o'z ruhidan kirgizdi. Uyg'ondilar, alhamdulillahi ala kulli hol deb bir rivoyatda keladi. Aks surgan ekanlar, aks surishda shunaqa deyishlik sunnat deydi. Alhamdulillahi ala kulli hol deymiz. Shunda ey odam degan ekan Alloh taolo Hazrati Odamga. Hali bitta odam yaralgan, hali Havo ham yaralmaganlar bu paytda. Ey odam dedi Alloh taolo, agar Muhammadni yaratmaganimda seni ham yaratmasdim dedi Alloh. Butun bashariyatni yaratmasdim dedi. Shuning uchun sarvari koinot deymiz. Shu zot tufayli yaralganmiz biz, bilib qo'yinglar. Shu zotni tanimaslik mumkinmi axir?